Ko'zda atrofi birinchi qaraydi, shuning uchun alohida e'tibor talab qiladi. Kosmetologga borolmayman, lekin men ham chiroyli bo'lishini sekin qarish xohlayman degan ayol qizlar uchun men uy sharoitida tayyorlanadigan, hammani uyida topiladigan oddiy narsalardan, lekin effekti 100% garantiyali maskani qilib ko'rsataman. Qani kelinglar. Maska uchun bizga yarim choy qoshiq asal, kartoshkani suvi, bodring suvi, kartoshka bilan bodringni tyorkadan chiqarib, xuddi mana shunday ko'rinishda suvni ajratib olasizlar. Bodringni suvidan ozgina qo'shamiz. Kartoshkani suvidan ham qo'shamiz ozgina. Hammasini aralashtiramiz. Vatni diskni ikkiga bo'lib olamiz. Mana. Va suvga mana shu tayyor nimamizga solamiz. Mana vatni diskni qo'yib oldik. Bu 20 minut turadi. 20 minutdan keyin yuvib tashlab, ko'z uchun mo'ljallangan krem surib olamiz. Bu maskani siz haftada 2 marta, 3 marta qilib borsanglar, aniq effekt ko'rasizlar. Bu maskani kimni chiroyli bo'lib yurishini xohlasangiz, o'sha yaqiningizga yuborib qo'ying.